Xo'p, bismillahir-rohmanir-rohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrli bizni kuzatib borayotgan qadrli o'quvchilar, qadrli azizlar, demak, sizlar bilan birgalikda oxirgi paytlarda bo'lib o'tayotgan, ya'ni eng ko'p uchrayotgan 50 ta muammoni olib, 50 ta to'siqlarni olib, o'shalarga yechim bermoqchi edik. Qo'ldan kelgancha, Xudo xolasa, mana shuni birinchisini ko'rib chiqamiz, Xudo xolasa. Bir yaqinimiz yozgan ekanlar. Anu inshoni qaysi beti yo'q tekshiradi. Nima qilsa ham, qiyin yozsa ham, oson yozsa ham, ko'p yozsa ham, kam yozsa ham pasport qo'yishga usta juda ham. O'sha odam oxiri qiyomatda ko'p qiynaladi-da, bu ketishda deb yozgan ekanlar. Qaranglar, o'zi shu haqiqatdan bizda insho yozishda insho yozishda ko'p yozish, oson yozish, qiyin yozish, kam yozish shular o'zi ahamiyatga egami? Hozir shularni bitta ko'rib chiqamiz unda. Qarang. Sefr ekspertlari nimaga asoslanib baho qo'yadi o'zi aslida? Biz mana shu savolga javob topib olganimizda, Xudo xolasa, bu savolni javobiga topganimizdan keyin biz o'shanga qarab amal qilib yozsak, Xudo xolasa bizning balimiz chiroyli chiqadi. Chunki bunga hozir men sizlarga amaliy holatda bitta ko'rsatib beraman. Qarang. Nimaga asoslanib o'zi baho qo'yishadi? Kam yozishga qarabmi? Yuqorida aytganlardek, yoki ko'p yozishiga qarabmi? Yoki mutlaqo unday emasmi? Mana shu haqida. Qarang. Ular asosan o'zlari qo'yib bergan talablari asosida baho qo'yishadi. Bizga doim hech qachon bir o'zini o'zi olib shunaqa qo'ymaydi. Ularning qanaqa ball sistemasi bor? Ular bergan bizga, demak, baholash sistemasi bor. Yaqinda oxirgi marotaba yuborilgan baholash sistemasida ko'zda tutilgan til funksiyalari nima qilish, nimalarni ifodalab berish, o'zi mana shu narsalarni ifodalay oladimi? Masalan, fikr bildira olish, o'zini fikrini aytib bera oladimi? Sabablari va asosini keltirib bera oladimi? Umid va rejalarni tasvirlab bera oladimi? Aniq ma'lumotlarni aytib bera oladimi? Mavhum g'oyalarni, mavhum leksik lug'atlardan foydalana oladimi? Ishonch, ehtimollik, shubhani ifodalash va hokazo. Mana ko'ryapsizmi? Mana shuncha, demak, ularni qo'ygan oldidagi shartlari bor. Endi o'zingizga savol bering. Men mana shu baholash sistemasi asosida to'g'ri yozyapmanmi? Aynan men yozayotgan inshoyim mana shu uslubga to'g'ri keladimi yoki yo'qmi? Mana shuni tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Keyingisi, qarang. Hop, qolgan talablarini bo'lsa, Xudo xolasa Telegram kanalimni qoldirdim. Xudo xolasa mana shu videoni ostida havolasini qoldiraman sizlarga. Endi qarang, hozir sizlarga bitta case ko'rsataman. Hop, bu mana ko'rib turganlaringizdek 2024-yil dekabr oyida berilgan ekan. Bu ya'ni noyabr oyida imtihon bo'lib o'tgan. Noyabr oyida imtihon kirgan paytimizda mana 72 ball bilan baholangan. Yozish mahoratiga 68, gapirish mahoratiga esa 69 ball berilgan. Yozishda men nima qilib chiqqan edim, mana sizlarga hayotdan mana shu case sifatida aytib bera olamanki, mana hozir sizlarga aytaman. Mana qarang. Qanday qilib yozishdan 68 baho qo'yishgan? Mana shuni hozir tahlilini ko'ramiz. Qarang. Inshoda men bundan oldin ham 3 marta sefr kirgan edimda, oktyabr oyida kirib ko'rgan edim. Keyin may oyida, undan oldingi yili aprel oyida, shu 3-chi, bu bilan 4-marotaba imtihonga sefr kirishim edi. Va fevral oyida ham kirib o'tganman. Unda ham endi ozgina gaplar bor. Xudo xolasa keyingi Xudo xolasa to'siqlar, o'sha muammolarni hal qilishda Xudo xolasa qanaqa xatolarni yo'lga qo'ydim yoki qanaqa xatolarni qilmasligimiz kerak bo'ladi, shularni Xudo xolasa gaplashib o'taman. Demak, inshoda men birinchi marotaba tartib va bog'liqlikni qo'llagan edim. Bunga oldin ahamiyat qaratmasdimda, men xuddi adabshunos, o'zini bir adabiyotda bir tengsiz odamdek his qilganmanmi, bilmayman endi qanaqa bo'lgan. Lekin farqsiz o'sha qanaqa fikr kelsa yozib ketaverganman. Lekin endi bu safar alhamdulillah mana tartib bilan, bog'liqlik bilan qo'llaganimizda yaxshi ball chiqqan. Mana bu bog'liqlik qanaqa bo'lgan, qarang. Xo'p, bog'liqlik quyidagicha bo'lgan, ya'ni birinchi bo'lib mavzuni ahamiyatini tushuntirib o'tganman, inshoni. Ikki tomonni keyin muhokamasini qilganman. Undan keyin yechimlarni berganman-da, xotimani yakunlab, xotimada bunaqa deb turib, oxirida shaxsiy fikr berganman. Va mana shu narsa menga juda ham katta yo'l ochib bergan. Oldin nima bo'lardi? Men masalan
ikki tomonni muhokama qilmasdan bir tomonni yozib ketardim. Yechimlar bermasdim yoki yechimlar bo'lsa, eng asosiy qismni yozmasdan ketardim yoki vaqt yetmay qolardi. Shaxsiy fikrlarimni yozmay chiqqan joylarimiz ham bo'lgan kerak bo'lsa. Endi qarang, yechimlarni bo'lsa, taqdim etishda shu tartibdan foydalangandik aziz do'stlar. Mana qaranglar, avvalan, saniyan, salisan. Mana shu tartibni qo'llanglar. Masalan, siz yechim bermoqchisiz. Yechim berayotgan paytingizda avvalan, saniyan, salisan bilan yechimlarni tartiblab bersangiz, o'shanda siz o'zingiz yechimlar bera olganmi, sabablar asoslarini ko'rsata olganmi, o'zini fikrini taqdim qila olganmi degan joyiga siz mana shunda tushasiz, xudo xolasa. Sizlarga aytadigan maslahatim tartib ustida ishlang, ko'proq mashq qiling, tamom. Xudo xolasa bu yog'iga hammasi zo'r bo'lib ketaveradi. Va e'tiboringiz uchun rahmat. Mana shu joygacha kuzatganingiz uchun rahmat, sog' bo'ling. Eng muhimi demak nima ekan? Shuni eslab qolishimiz kerak. Tartib qanday bo'ladi? Bizdan nima talab qilinyapti baholashda yaxshi baholashimiz uchun mana shuni ustida ko'proq yozib, mashq qilib, keyin birorta bir yuqoriroq darajasi bo'lgan birorta ustozga tekshirib olsangiz yoki biror tanishingizga, xudo xolasa ular tekshirib bergandan keyin sizga yaxshiroq ball chiqishi imtihonda yana ham oshib boradi buni foizi. Xo'p, e'tiboringlar uchun rahmat yana bir bora. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.